Onasim. Latif aka, siz bilan dadam ko'rishmoqchi. Bizga kelib keting. Ha, yana ehtiyot bo'ling. Men dadam armiyada xizmat qilgan. Bo'ldi, muammo yo'q-ku. Sen uchun turib beraman-a? Hop. Hozir. Assalomu alaykum, amaqa. Qizim, dugoning kelibdi, chiq. Qanaqa dugon amaqa? O'zingiz chaqirtirgan ekansiz, bo'lajak yo'yingiz bo'laman. Qo'ni qo'shni ko'rmasdan kir tez-tez. Istatinga sen o'zini mish qilasan, to'y. Luvoy ish qilaman. Erkak kishining rizqini ko'chaga chachib qo'ygan o'shan terib yuramiz-da, amaqa. Xizmat qilganmisan? Hozirgacha ota-onaning xizmatini qilaman, amaqa. Armiyaga borganmisan deyapti. Armiya Yo 11-xonadan qaytganmisan? ko'cha bersa tarbiya, nima kerak armiya? Amaqa sizga bitta savolim bor-da, mana bo'yindagi nima u? Ko'rmayapsanmi, chayan? Naklinkasimi? Lakilinki senda bo'ladi, qo'lingga yopishtirib yurasan. Armiyada bir payt yotsam, bo'ynimda chayan yuribdi. Bitta yopishtirib qo'yganman. Ashi bo'yi turadi. Men seni o'zimni armiyamda shug'ullantiraman. 4-20 tanishmani. Amaqa, qanaqadir fitness zaliga kelmadik-ku, gaplashgani keldik-ku. Bigom. Xotini yo'q. Erta uylansang nima qilasan? Bilmadim, amaqa. Maqsadga o'tsak, qizim uchun nima qilalasan? Mejikda fontanda sevaman deb beraman. Nima? Uka, sen bilan kelishalmadik. Bor, dadangni chaqir. Bort bersiz o'zimga bering. Qizga ko'tingni bu video men ham ko'rganman. Sur.